Bolasini emizayotgan ona dieta qilish shart emas. Chunki sut qon va limfa suyuqligidan hosil bo'ladi va bir nechta filtrlardan o'tadi. Bolaning aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanishi uchun turli xil vitamin, mineral, oqsil, yog', uglevodlar kerak bo'ladi. Ona qat'iy dietada bo'lib, faqatgina sho'rva ichib yuradigan bo'lsa, bola aqliy va jismoniy yaxshi rivojlanmaydi. Birinchi o'rinda ona yaxshi yeb, yaxshi ichish kerak. Ya'ni turli xil narsalarni iste'mol qilish kerak. Emizayotgan ona hamma narsani yesa bo'ladi. Faqat iste'mol qilayotgan narsalari tarkibida turli xil nitrat, konservant va turli xil bo'yoqlar va preparavalar bo'lishi kerak emas. Agar ona qat'iy dietada bo'lsa va har doim bir xil narsalarni iste'mol qilsa, borgan sari sut ajralishi kamayib ketadi va sun'iy sutga o'tishga to'g'ri keladi. Boshida bola o'zi uchun kerakli bo'lgan narsani ona yaxshi yeb, yaxshi ichmasa ham o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olaveradi. Ya'ni ona organizmidagi rezerv to'planib qolgan narsalarni iste'mol qiladi. Keyinchalik esa bu rezervlarni ham tugatib bo'lishi natijasida ham ona ham bola qiynalishni boshlaydi. Agar qaysidir mahsulot bolaga yomon ta'sir qilsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni 3 haftagacha to'xtatish kerak. 3 haftadan keyin yana ona shu mahsulotni iste'mol qilib ko'radi va bolaga yana yomon ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu mahsulotni iste'mol qilishni butunlay cheklash kerak. Ya'ni ona emizikli vaqtdagina. Aslida qizil rangli qondan oq rangli sutning hosil bo'lishi ham bir mo'jiza.